Gul o'rniga gulkaram olib kelgan erim aytishi bo'yicha gul so'lib qolarmish, gulkaramni yesa bo'larmish. To'g'ri aytasiz deb ikkalasini ham maydalab, ustidan kartoshka, sabzi, piyoz, pomidori, chesnok, tabga ko'ra ziravorlar hamda 150 gramm yog'ni qo'yib, ketidan bir dona tuxumni chaqib yaxshilab aralashtirib, 400 gramm suvga o'zim tayyorlagan tomatli pastadan 3-4 osh qoshiq qo'shib, yaxshilab aralashtirib ustidan qo'ydimda, falga yordamida yaxshilab o'rab, yuz qismini vilka yordamida 3-4 marta teshib oldim va oldindan qizdirilgan 220 gradusli duxovkamizga 40-45 minutga jo'natib yuboramiz. Bir kun oldin somsa pishirgan listim yog'siz qolib ketibdi. Qiynalib shotkada shotkalamadimda baviyani olib 2 osh qoshiq solib, ustidan qaynab turgan suvni quyib 15 minutga olib qo'ydim. 5 minut o'tar o'tmas shunaqangi reaksiyaga kirishdi. 15 minutda esa yangidek bo'ldi qoldi. Bir chayqabgina olib qo'ya qoldim. Chunki baviy umuman zararsiz. Alyumindan tashqari hamma idishlarga bemalol ishlatsa bo'ladi. Ungacha esa go'shtsiz bo'lsa ham juda ham mazali va foydali taomimiz ham tayyor bo'ldi. Menimcha hali bunaqasi restoranlarda ham yo'q. Bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring, sizga va oila a'zolaringizga yoqishligi aniq. Ana endi baho beringlar-chi, yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q.